Qozog'istonning g'arbiy janubidagi Janozin shahrida namoyishchilar prezident Qosim-Jomart To'qayevning Xitoy ziyoratini amaldan qoldirishni talab qildi. 2 sentabr shaharlik hukumat binosi oldiga yig'ilgan kishilar Qozog'istonning Xitoyning yordami bilan 55 sanoat rayonini qurib, iqtisodni asir qilishga qarshi namoyish qildi. To'qayevning 11 sentabrdan boshlab Xitoyda 2 kunlik ziyoratda bo'lishi planlanmoqda. Namoyishchilarning To'qayevni Xitoydan qarz olishni to'xtatishga chaqirganligi bildirildi. Xitoy Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo'ning ommaviy taratquv hisobida Sharqi Turkiston haqida qilgan so'zlarga qattiq inkos qaytardi. Xitoy tashqi ishlar ministri bayonotchisi Geng Shuang Mike Pompeo'ning Twitter hisobida Uyg'urlar haqida qilgan so'zlarga norozilik bildirdi va bu ayblashlarni qabul qilmaydiganligini eskartdi. O'tgan juma kuni Mike Pompeo Twitter hisobida yeziqcha bayonot e'lon qilib, Xitoyning Sharqi Turkistondagi bostirishlarning to'xtatilishi kerakligini, Xitoyning o'z qonunlari va xalqaro o'lchamlarga xiloflik qilayotganligini bildirgan edi. Hong Kongdagi hukumatga qarshi namoyishchilarning muhim rahbarlaridan biri Zhu Xiaowang Tayvan namoyishlar orqali Hong Kongni qo'llaydiganligini ifodalash kerak dedi. Xitoyning Hong Kong alayida ma'mur rayonida jinoyatchilarning Xitoyga qaytarilishi haqidagi qonun loyihasiga qarshi necha oydan buyon namoyish qilayotgan ommaviy tashkilotlarning mas'ullaridan Zhu Xiaowang Tayvan xalqining namoyish qilish kerakligini aytdi. U axborot e'lon qilish yig'inida so'z qilib, Hong Kong bilan Tayvanning taqdirdosh ekanligini, Tayvanda namoyishlarning uyushtirilishi kerakligini aytdi. U Tayvan namoyishlar orqali Hong Kongni qo'llash lozim dedi. Amerika prezidenti Donald Trump kelar yili o'tkaziladigan prezident saylovida qayta saylanib qolsa, Xitoy bilan imzolanadigan yadro kelishimining texnik qiyin bo'lganligini bildirdi. Trump Xitoy bilan bo'lgan muzokaralarning yaxshi ketayotganligini, lekin Xitoyning yangi bir Amerika hukumati bilan kelishim tuzishni bakra xohlaydiganligini tilga oldi va men yangidan saylangan vaqtimda qanday bo'lganligini o'ylayapman. Xitoy bilan bo'lgan kelishim texnik qiyin bo'ladi. Shuning bilan birga Xitoyning ta'minlash zanjiri vayron bo'ladi, korxonalari, xizmat va pullari yo'qoladi dedi. NATO a'zolari va ittifoqdoshlaridan bo'lib 18 davlatning qatnashishi bilan o'tkazilgan 13-navbatlik Shimoliy qirg'oq harbiy manevri Daniyaning poytaxti Kopenhagen portida boshlandi. NATO e'lon qilgan yeziqcha bayonotga asoslanganda manevrga a'zo va ittifoqdoshlardan bo'lib 18 davlatdan 3000 askar va 40 paraxod qatnashadi. Baltiq dengizining Shimoliy dengiziga tutashtirilgan Daniya bo'g'izida o'tkazilgan bu manevr 19 sentabrgacha davomlashadi. Manevr haqida bayonot e'lon qilgan NATO bosh kotibining bayonotchisi Ona Logischo, bu manevr NATOga a'zo 6 davlat chegarasiga joylashgan Baltiq dengizi ittifoqi uchun muhim ahamiyatga ega. Afsus, Rossiyaning Qrimni qonunsiz ishg'ol qilishi va harbiy hozirliklarni kuchaytirishidan keyin rayondagi bexatarlik vaziyati yomonlashdi dedi.